Assalomu alaykum. Qizlar yaxshimisiz? Mana qaranglar. 4 tumman etiga qizim mana bunaqa baklashkali anaqa bor edi, kefir. O'sha ham botiribdi. Boshqa qiladigan ishi yo'q deb bilardi. Men medavikki xamirini o'zim ham mana bunaqa un sepib, salgina xamir holatiga keltirib, o'zimni qiynab, anu listga ham bir xilda un separdim, bir xilda yog'lab qilardim. Yaqingacha shunaqa pishirib yurardim. Lekin bunaqa usulini mana shu 1 yilcha bo'ldi. Shunaqa tayyorlaydigan bo'ldim. Bunga oz kakao qo'shdim. Agar siz kakao qilasizmi yoki oddiy medavik qilasizmi, farqi yo'q. Shunaqa videoda ko'rsatganimdagi suyuqroq massa qilib shunday pergamin qog'ozga quyib pishirsangiz, mana qaranglar buni yumshoqligini. Mana qaranglar. Mana yumshoq. Mana qaranglar, vobshe yumshoq, vobshe yumshoq. Shunda ozizga solasiz, yo'q bo'lib ketadi-da, issiq choylar bilan vashe zo'r ketadi.